Xo'p, assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan biz to'plamimizdagi 54-bobni savollar tahlilini sizga taqdim etamiz. Xudo xohlasa, bu savollar tahlilida ham siz o'zingizda chiqmagan savollarni ko'rib, bemalol 100%, ya'ni %100 bajarishingiz mumkin bo'ladi. Yaxshi. Demak, birinchi savol tahlilidan boshladim. Demak, bizga aytayaptiki, 20 gram tuz 80 gram suvda eritildi. Hosil bo'lgan eritmani foizini top deyapti. Juda ham yaxshi. Demak, bizda M1 berilgan, 20 gram nima berilgan ekan? Tuz berilgan, M2 bizda berilgan, 80 gram suv berilgan ekan. Endi ikkalasini qo'shib o'rgan bo'lsa, qo'shib o'radigan bo'lsak, M3 bo'ladi. Ya'ni 20 ga 80 ni qo'shdik, bizda 100 gram nima paydo bo'ldi? Eritma paydo bo'ldi. Tushunarli? Endi men bir sal pastroqqa tushaman, 1-2 ni oldiga tushsam o'sha narsa. Endi ulushni topishimiz uchun M1 ni bo'lamiz nimaga? M3 ga. M1 bizada 20 tuz bo'lamiz 100 ga. 0.2 chiqadi. 0.2 ni foizda ifodalaydigan bo'lsak, 20% bo'lar ekan. Tushunarlimi? Demak, bizada ushbu eritmaning konsentratsiyasi, foiz konsentratsiyasi 20% bo'lar ekan. Xo'p, demak, to'g'ri javobimiz bahor javobi bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, navbatdagi savol tahlilini ham birdan aytib ketamiz. Bizga aytayaptiki, eritmani foiz konsentratsiyasini toping. Juda ham oddiy. Endi bizda idish bergan, idishga chalg'imaslik kerak o'quvchi. Yuqoridagi masalani kopiya o'zi. Demak, tuz bizda 10 gram, suv bizda 90 gram. Ikkalasini qo'shsam 100 gram nima paydo bo'lar ekan? Eritma. Endi ulushni topish uchun, eritmani foizini topish uchun M1 ni bo'lamiz nimaga? M3 ga. Endi e'tibor beringlar, M1 bizda 10 bo'lamiz nechiga? 100 ga. Nima uchun 100 ga? Chunki eritmani massasi 100 gram edi. Shunda 0.1 kelib chiqadi. 0.1 degani bu bizaga 10% degani. Endi bu ulushda u foizda, demak 10% degan javobni olamiz. To'g'ri javobimiz nima ekan? Bahor javobi bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, keyingi savolga o'taman. Xo'p, 3-savol tahlili 50 gram suvda 25 gram osh tuzi eritildi. Hosil bo'lgan eritmani massasini toping va foizini toping deyilgan. Demak, masala shartida M2 birinchilardan bo'lib aytilyaptiki, 50 gram suv deyilyapti. 50 gram H2O. Keyingisi 20 H2O, 25 gram osh tuzi. M1 ni oladigan bo'lsak, 25 gram tuz bo'lar ekan. Endi ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, 75 gram nima paydo bo'lar ekan? Eritma, ya'ni M3 75. Demak, eritmani massasi 75 bo'ldi. Ulushini topishimiz uchun M1 ni bo'lib yuboramiz M3 ga. M1 bizada tuz, ya'ni tuzni bo'lishimiz kerak eritmaga. Xo'p, tuz bizada 25, bo'lamiz uni 75 ga. Shunda 0.33 chiqadi. Buni 33.3% desak bo'ladi. Tushunarli? Demak, to'g'ri javobi 75 ga 33 bo'lar ekan. Xo'p, javobimiz zada C javobga to'g'ri keladi. 4-savol tahlil tushunarlimi? Keyingisiga o'taman. 3-1 da tushuntirdim. 4-1 ga o'taman. Xo'p, shakarni 200 gram eritmasi berilgan. Demak, necha gram eritma bor ekan? 200 gram eritma. 200 gram eritma bor ekan. Shu eritmada M1, ya'ni 50 gram nima bor ekan? Shakar bor ekan. 50 gram shakar bor ekan. Endi M2 ni topadigan bo'lsak, o'z-o'zidan 150 gram suv bo'ladi. Tushunarli? Demak, shakarli suv eritmasi berilgan, uning ichida 50 gram shakar berilgan. Aytayaptiki, shu eritmani, shakarli suv eritmasini foizini toping. Demak, uni topishimiz uchun M1 ni bo'lib yuboramiz nimaga? M3 ga. M1 bizada 50, uni bo'lib yuboraman nechiga? 200 ga. Shunda javobimiz 25% bo'lar ekan. To'g'ri javobi nima ekan? Do'st javobi bo'lar ekan. Tushunarlimi? 25% chiqar ekan. Xo'p, 4-savol tahlilini amalga oshirdik. Agar tushunmaganlar bo'lsa, bemalol kommentariyada so'rash mumkin yoki-da offline dars o'tayotgan bo'lsak, aynan guruh nazoratchilari, kuratorlaringizdan so'rashingiz mumkin. Marhamat, yozib oling va keyingi misolga o'taman. Xo'p, 5-savol tahlili bizga aytayaptiki, 200 gram 20% li eritma bor. Eritma tarkibidagi tuzni nimasini toping? Tuzni massasini toping deyapti. Endi unutmanglar, doim tuzni M1 topishimiz uchun M3 ni ulushga ko'paytirib qo'yasizlar. Endi bu formulani yodlash shart emas. Ya'ni M1 tuzni topish uchun eritma massasini
eritmani massasini, ya'ni grammdagi massasini farqi yo'q. Ko'paytiramiz ulushga. Juda ham oddiy. Demak, bizda 200 grammni ko'paytiramiz 20% ga 0,2. Demak, 40 gramm nima bo'lar ekan? Tuz bo'lar ekan. Ushbu masalada javobimiz B javob bo'ladi. Endi sizlarga savol, ushbu eritmada necha gramm suv bor deb savol bersa, 200 dan 40 ni ayirib yuborib 160 gramm suv deyishingiz kerak bo'ladi. 501-savol tahlili. Marhamat, navbatdagi savolga o'taman. Xo'p, 701-savol tahlili bizga aytayaptiki, 500 gramm 20% li osh tuzi eritmasi bor. Xo'p, demak, idishimizda eritmamiz bor ekan. 500 gramm eritma va shu eritmamiz 20% li. M1 ni topishimiz uchun 500 ni ko'paytiramiz 0,2 ga. Shunda 100 gramm nima bo'lar ekan? Tuz bo'lar ekan. Endi M2 ni topishimiz uchun menda umumiy massa 500, undan ayiraman 100 gramm tuzni. Shunda 400 gramm nima kelib chiqar ekan? Suv kelib chiqar ekan. Bizga aytayaptiki, osh tuzi va necha gramm suv bo'ladi? Birinchi osh tuzni 100 bo'lish kerak, keyin suv 400 bo'lish kerak. Tushunarli? 100 ga 400 degan javob bo'ladi. 400 ga 100 emas. O'sha uchun to'g'ri javob bu yerda bahor javob bo'lar ekan. Tushunarlimi? 701-savol tahlili. Xo'p, ana endi ketma-ket 3 ta savollar rasmini birdaniga qo'ydik. Bu yerda zichlikka oid bo'lgan savollar. O'zi formulani eslab olaman. Zichlikni topish uchun M3 ni bo'lardik hajmga. Keyingisi, agar M3 ni o'zini topmoqchi bo'lsak, zichlikni ko'paytirardik hajmga. Agar hajmni o'zini topmoqchi bo'lsak, M3 ni bo'lar edik nimaga? Zichlikka. Tushundingizmi? Zichlikka bo'lar edik. Yaxshi, birinchi savoldan boshladim. 500 ml hajm berilgan, zichligi 1,2 gramm taqsim millilitr bo'lgan eritma massasini top. Juda ham oddiy. M3 ni topish uchun ko'paytiramiz, ya'ni roni hajmga. Zichlik mana 1,2 ko'paytiramiz 500 ga. Shunda 600 gramm nima paydo bo'lar ekan? Eritma paydo bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz bizda A javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingisi 901. Zichligi 1,4 gramm taqsim millilitr, 500 ml eritmani massasini top deyapti. Yana xuddi shu masalani o'zi. Endi 801 bilan farqi, endi boshlagan abituriyentlar chalkashadi. Birinchi zichlikni berdi, keyin hajmni berdi. Ahamiyati yo'q. Demak, M3 barobar zichlikni ko'paytiramiz hajmga. Hajm 500, ko'paytiramiz zichlik 1,4. Xo'p, shunda javobimiz 700 gramm nima chiqar ekan? Eritma chiqar ekan. Tushunarli? Keyingisi 11. 600 gramm eritma berilgan, demak, massa berilgan, eritmani massasi berilgan, zichlik berilgan. Hajmni topish uchun azizlar M3 ni eritma massasi M3 bo'lamiz zichlikka. Demak, 600 ni bo'ldim 1,5 ga. Javob chiqar ekan 400. Javobi 400 millilitr bo'lar ekan. Tushunarli? Bu yerda to'g'ri javob A javob bo'lar ekan. Tushunarlimi? Savol tahlili. Demak, e'tibor berasizlar. Tuzning massa ulushi 0,06. Oldin bizda foiz berardi, endi massa ulushi 0,06 beryapti. Eritmadan 50 gramm tayyorlash uchun zarur bo'lgan tuz massasini toping deyapti. Demak, bizda eritmaning massasi M3 50 gramm bo'lgan ekan. Mana 50 gramm bo'lgan. Endi bizda ulush deyapti 0,06. Endi M1 topishimiz uchun nima qilamiz? 50 ni ko'paytiramiz 0,06 ga. Ya'ni 50 ko'paytirilgan 6 taqsim 100. Shunda javob chiqar ekan, bizda necha gramm bo'lar ekan? 3 gramm bo'lar ekan. Demak, 3 gramm tuz bor. Endi o'ylab ko'ring, bizda massa ulushini 0,06 oldin endi masalan 6% berardi, 0,06 qilib olardik-da. Endi 3 gramm tuz bo'lsa, o'zi bizda umumiy necha gramm eritma bor? 50 gramm. 50 gramm eritma bor. Xo'p, shunda 47 gramm nima bo'lar ekan? H2O bo'lar ekan. Tushunarli? Demak, 50 gramm eritma oladigan bo'lsak, uni 3 grammi tuz, 47 grammi suvdan iborat bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, ana endi e'tibor beramiz. 15-1 Orol dengizi atrofida ayrim ko'llar suvdagi tuzlarning konsentratsiyasi 4%. 10 kilogramm shunday ko'l suvi bo'g'latilganda qancha miqdor tuz qoladi deyapti. Demak, bizda M3 berilgan 10 kilogramm va ushbu ko'l suvini eritmasi 4% ekan. Endi shu yerda M1 topishim uchun nima qilaman? 10 kilogrammni ko'paytiraman 0,04 ga. Shunda 0,4 kilogramm bo'lar ekan. 0,4 kilogramm. Demak, bizda to'g'ri javob tuz bo'lar ekan. Endi bu yerda tuzda bu 0,4 kilogramm tuz. Endi 10 dan 0,4 ni ayirsam 9,6 kilogrammi suvga to'g'ri kelar ekan. Tushunarlimi? Suvga to'g'ri keladi. Xo'p, 16-1
16.1 nima deyapti? Dorixonalarda sotiladigan yodli eritmada yodning spirtdagi 10% eritmasidir. 500 gram shunday eritma tayyorlash uchun erituvchini toping. Savolga e'tibor beringlar. Erituvchi degani suvning massasini top demoqchi. Ko'rsizlarmi? Ochiqdan ochiq suvning massasini top demaydi. Oson bo'lib qoladi. Erituvchi desa o'quvchini fikrlattirmoqchi. Endi davom etaman. Demak, menda M3 bor ekan. 500 gram berilgan ekan va foiz konsentratsiyasi 10% deb berilgan ekan. Tak. 500 gram. Xo'p, mana 500 gram. Endi shundan foydalanib biz M1 topadigan bo'lsam, 500 ni ko'paytiraman 0.1 ga. Shunda 50 gram bo'ladi. 50 gram bu nima bo'ladi desangiz, 50 gram bu yodni o'zi bo'ladi. Yodni o'zi bo'ladi. Tak. 50 gram yod bo'ladi. Endi bilasizlar, bizda eritmamiz yod plus spirtdan iborat. Endi bu yerda spirtni topishimiz kerak edi bizga, suv yo'q endi. Demak, yod bizda hozircha M1 ga to'g'ri keladi, spirt M2 ga. M2 degani bu erituvchi. Demak, o'z-o'zidan bizda umumiy eritma massasi 500 ekan. 500 dan 50 ni ayirib yuboradigan bo'lsam, necha bo'ladi? 450 gram qoladi. 450 gram. Demak, 450 grami nima bo'lar ekan? Erituvchi. Ya'ni erituvchi deganda ham nimaga to'g'ri kelar ekan? Spirtga to'g'ri keladi. To'g'ri javobimiz do'st javobi bo'ladi. Xo'p, keyingi savol bizda 17-savol. 17-savolda nima deyilyapti? Eritmani hajmi berilgan, 600 ml berilgan. Xo'p, zichligi berilgani 1,5 berilgan. Shundan foydalanib M3 ni eritma massasini topish mumkin, ya'ni hajmni ko'paytiramiz zichlikka. Shunda 600 ko'paytirilgan necha bo'ladi? 1,5. Demak, 900 gram nima bo'lar ekan? Eritma bo'lar ekan. Ergan modda massasini toping deyapti. 900 gram eritmamiz 40% li masala shartida. M1 topishimiz uchun 900 ni ko'paytiramiz 0.4 ga. Shunda 360 gram nima bo'lar ekan? Tuz bo'lar ekan. Yoki 360 gram erigan modda bo'lar ekan. O'z-o'zidan 900 dan 360 ni ayirib oladigan bo'lsak 540 bu suvga to'g'ri keladi. Ya'ni mayli ayirib qo'yaman. Javobda so'ramagan. 360 ni ayirsam 540 gram shu eritmadagi nimaga to'g'ri kelar ekan? Suvga, ya'ni erituvchiga to'g'ri kelar ekan. Tushundingizmi? Demak, to'g'ri javobimiz bizda 360. A javobni olamiz. 18-savolga e'tibor berasizlar. 18-savolda 500 ml zichligi 0.8 eritmada 40 gram erigan modda bor. Ya'ni tuzli massasi 40 gram ekan. Shu eritmani foizini topa olasizmi deyapti. Demak, hajmni yozib olaman. Hajm menda 500 ml ekan. Zichlik menda necha ekan? 0.8. Demak, shu ikkalasidan foydalanib M3 topishim mumkinmi? Mumkin. Ya'ni zichlikni hajmga ko'paytirish orqali. Zichlik 0.8 ko'paytiramiz hajm 500 ml ga. Shunda bizda javobimiz 400 gram kelib chiqadi. 400 gram bu nima desangiz eritma bo'lar ekan. Endi menda 400 gram eritma bo'lgan vaqtda uni ikki qismga bo'lamiz. Uni tarkibida M1 bo'ladi va albatta uni tarkibida M2 bo'ladi. M1 degani erigan modda, M2 degani erituvchi. 40 gram erigan modda bor ekan. Demak, o'z-o'zidan 360 grami nimaga qoladi? Suvga qoladi. Endi bizga suv topish muhim emas. Ulushni foiz topib qo'yishimiz kerak, ya'ni M1 da bo'lib qo'yishimiz kerak nimaga? M3 ga. M1 40, M3 bizda 400. Bo'lib o'radigan bo'lsak, necha foiz bo'lar ekan? 10% bo'lar ekan. 10% yoki ulush o'z foizda degan ekan. To'g'ri javob D javob bo'lar ekan. Tushundingizmi? O'z masala shartda mana qavs ichida foizdagi ifodasini toping. Endi bizda hozir ulush barobar M1 da M3 ga bo'lsak 0.1 chiqdi-ku, uni 100 ko'paytirib olar ekanmiz. Xo'p, davom etaman. 19-savol tahlili. Xo'p, 19-savolda nima deyapti? 40 gram tuz berilgan. 200 ml eritmani konsentratsiyasi 20% deyapti. Eritmamiz ichligini toping. Demak, bizda konsentratsiya berilgan. Ya'ni eritmamiz konsentratsiyasi necha foiz ekan? 20%. Ichida M1 berilgan. 40 gram. M3 topishga imkoniyat bor. Ya'ni hozir menda 40 gram tuz necha foizni egallayapti? 20% ni egallayapti. Endi 100% ni topishimiz uchun uni nima qilamiz? X qilamiz. X qilib topadigan bo'lsak, 200 gram nima bo'lar ekan? Tuz bo'lar ekan. 200 gram tuz. Ya'ni endi yozib qo'yaman. M3 barobar necha ekan? 200 gram bo'ladi. Endi hajmni topishimiz uchun hajm esa 200
millilitr bo'ladi. Zichlikni topishimiz uchun azizlar M3 ni bo'laman nimaga? Hajmga. M3 200 gram, uni bo'lamiz 200 millilitrga. Shunda zichligimiz 1 gram taqsim milli chiqar ekan, ya'ni millilitr chiqar ekan. Bu yerda to'g'ri javobimiz C javobga to'g'ri kelar ekan. Tushundingizlarmi? Xo'p, 21-savol tahliliga e'tibor beringlar. 35 gram erigan modda bor. Ya'ni M1 ni massasi necha gram ekan? 35 gram nima bor ekan? Tuz bor ekan. Va ushbu eritmamizning protsent konsentratsiyasi necha foiz ekan? 70% bo'lar ekan. Zichligimiz esa 0.5 ga teng bo'lar ekan. Endi bizada erigan modda tuzni bergan 35 gram, uni foizini bergan 70%. Demak, hozir menda 35 gram tuz 70% ga to'g'ri kelsa, kelinglar 100% topaman. 100% topganda nimaga erishaman desangiz, eritmani massasini topib olasiz. Ya'ni 35 ni 07 ga bo'lsam, adashmasam 50 gram bo'ladi. Demak, bu 50 gram tuz emas, bu 50 gram bu eritma ekan. Tushunarli? Eritma. Tushundingizlar? 100% degani umumiy massa. Umumiy massa nima beradi? Eritmada. Eritmaning massasi degani hamma komponent, tuzni ham, suvni ham qo'shilmasi degani. Endi eritmaning hajmini toping deyapti. Hajm topishimiz uchun M3 ni bo'laman zichlikka. M3 50 bo'lamiz 0.5 ga. Shunda necha millilitr chiqar ekan? 100 millilitr chiqar ekan. To'g'ri javobimiz A javobga to'g'ri kelar ekan. Tushunarlimi? Mana bu 20-savol tahlili edi. Marhamat, yozib olasizlar va keyingi savol tahlillariga o'taman. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, 21-savol tahlili 54-dars. Demak, erigan modda massasi 5.6 gram berilgan, eritmani hajmi 20 millilitr berilgan, massa ulushni 0.2 deb bergan. Bizda masala shartida aytayaptiki, zichligini topib bering deb savol beryapti. Endi e'tibor beringlar. M1 berilgan 5.6 gram. Erigan modda degani M1. Eritmani konsentratsiyasini topishimiz kerak. Hozir bizda massa ulush 0.2 berilgan. Bu degani necha foizga to'g'ri keladi? 20%. Xo'p, hajm berilgan 20 millilitr bo'lar ekan. Endi 5.6 gramni 20% bo'ladi. Biz uni necha foizini topishimiz kerak? 100% ni topishimiz kerak. 100% ni topganimizda x bo'ladi. Endi 5.6 ni ko'paytiraman 100 ga, bo'laman 20 ga. Shunda necha gram kelib chiqar ekan? 28 gram. 28 gram bu nima degan savolga to'xtalasizlar endi. Bu eritma massasi. Nima uchun? Chunki biz 100% da x qildik. 100% degani umumiy foizmi? Biz x qilgan narsa gramni bildiradi. Demak, umumiy gram 28 gram bo'lar ekan. Yaxshi, eritmani zichligini topishimiz uchun, demak, M3 ni bo'lamiz hajmga. M3 manda 28, uni bo'laman 20 ga. Shunda 1.4 gram taqsim millilitr bo'lar ekan. Demak, ushbu masalada zichlik so'ragan edi. Zichligi 1.4 bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz nima ekan? C javob bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, 54-dars 22-savol tahlili bizda berilyapti. Ya'ni masalada e'tibor beringlar, birinchi idishda 200 gram 20% eritma berilgan. Keling M1 ni topib olamiz. Shunda 200 ni ko'paytiraman 0.2 ga. Shunda necha gram bo'lar ekan? 40 gram bo'lar ekan. 40 gram nima? 40 gram tuz bo'ladi. Hosil bo'lgan eritma tarkibida necha gram tuz bor deb savol beryapti. Endi e'tibor bering, bizda shunchaki ikkalasini qo'shganimizda nima hosil bo'lar ekan? Eritma hosil bo'lar ekan, yangi eritma. Endi buni biza hosil bo'lgan M3 deb ataymiz. Demak, dastavval 40 edi. Bunga qo'shamiz 50 ni. Shunda necha gram bo'lar ekan? 90 gram bo'lar ekan. Bo'ldi. Demak, unutmanglar, 50 gram ham tuz edi. 40 gram ham tuz edi. Tuzga tuzni qo'shdik. Umumiy yangi hosil bo'lgan eritmada 90 gram tuz bor. Demak, bizda to'g'ri javob nima bo'lar ekan? C javob bo'lar ekan. 21-savol tahlili. Xo'p, ana endi davom etaman. 23-savol. Xo'p, 23-savolda aytayaptiki, bizda hosil bo'lgan eritma tarkibida suvni massasini toping degan savol beryapti. Endi e'tibor beringlar, 100 gram 20% deydi. 100 gram 20%. Tasavvur qiling, tahlil qilib olaman. M1 topishim uchun nima qilaman? 100 ni ko'paytiraman nechiga? 0.2 ga. 20 gram bo'ladi. Tushunarli? M2 o'z-o'zidan 20 gram M1 bo'lsa, 100 dan 20 ni ayirsam necha bo'lar ekan? 80 gram suv bo'ladi. 80 gram suv bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, mana shu birinchi eritmam bor, ya'ni stakanning ichida eritma turibdi. 100 gram 20%li. Eritmani tahlil qilsam, ichida 80 gram suv bor, 20 gram tuzi bor. Endi shunga suv qo'shilyapti. Aytayaptiki, hosil bo'lgan suv toping. Endi bizada mana bu tomonda yozaman, hosil
bo'lgan eritma deb yozaman men. Hosil bo'lgan eritma. Tak, e'tibor bering. Dastavval suv 80 gram edi suv. Unga 100 gram qo'shyapmiz. Shunda bizda necha gram bo'lar ekan? 180 gram bo'lar ekan. Ya'ni 180 gram suv bo'lar ekan. Demak, bu yerda to'g'ri javobimiz C javob bo'lar ekan. Tushunarli? Demak, hosil bo'lgan eritma 80 + 100 180 gram suv bo'lar ekan. Xo'p, 24-savol tahlili bizda aytayaptiki, 100 gram 20% eritma bor. Hosil bo'layotgan eritmani foiz konsentratsiyasini top demoqchi. Demak, e'tibor beringlar, bizda hosil bo'lgan eritma bor. Bu M3 topamiz. Dastavval 200 gram edi, unga 50 qo'shdik. Hosil bo'lgan eritmamiz necha gram bo'lar ekan? 250 gram bo'lar ekan. Yana M1 topishimiz kerak, unutmanglar. Hozir bu yerda M1 da topishimiz uchun tak 200 ni ko'paytiraman 0.2 ga. Shunda necha gram bo'lar ekan? 40 gram tuz bo'ladi. 40 gram tuz. Endi M1 ni topishimiz uchun 40 ga qo'shamiz 50 ni. Shunda necha gram bo'lar ekan? 90 gram bo'lar ekan. Tushunarli? 90 gram tuz bo'lar ekanda. Qayerdan keldi 90? Dastlabki idishda 40 gram tuz bor. Qo'shilayotgan idishda ham 50 gram tuz bor. Ikkalasini qo'ysam 90 gram. Endi ulush topishimiz uchun M1 ni bo'lamiz M3 ga. Ya'ni 90 ni bo'laman 250 ga. Shunda 0.36 bo'ladi. Bu degani necha foiz? 36% degan javobni olasizlar. 36%. Demak, to'g'ri javobimiz C javob bo'lar ekan. 25-savol tahlili aytayaptiki, hosil bo'lgan eritmani foizini top. Demak, bizga aytayaptiki, 100 gram 20% eritmaga 100 gram suv qo'shilibdi. Endi bizda bu tomonda hosil bo'lgan M3 bor, ya'ni hosil bo'lgan eritma bor. Demak, ya'ni 100 ga qo'shamiz 100 ni. Shunda necha gram bo'ladi? 200 gram bo'lar ekan. Endi bu yerda M1 topishimiz uchun 100 ni ko'paytiramiz 0.2 ga. 20 gram nima bo'ladi? Tuz bo'ladi. 20 gram tuz. Xo'p, yaxshi, juda ham yaxshi. Menda hosil bo'lgan eritma, ya'ni M3 bu 200 gram bo'ldi. Endi kelinglar, biza M1 ni o'zini topamiz. M1 topishimiz uchun bizda faqat anaqa bor. 20 gram tuz bor. 20 gram tuz. Ya'ni ikkinchi idishda umuman tuzni o'zi yo'q. Ya'niki 20 gram tuzni miqdorida o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni hosil bo'lgan eritmada ham 20 gram tuz bo'laveradi. Tushundingizlarmi? Chunki tuz qo'shmaganimizdan keyin tuzni miqdorida o'zgarish bo'lmaydi-da. Endi ulush topishimiz uchun M1 ni bo'lamiz nimaga? M3 ga. 20 ni bo'lar ekanman nechiga? 200 ga. Shunda bizda javob chiqar ekan 0.1 yoki 10% degan javobga erishaman. Demak, to'g'ri javobimiz bu yerda 10% bo'lar ekan. Aynan C javobga to'g'ri kelar ekan. Tushundingizlarmi? Xo'p. Endi 26.2. 250 gram 10% shakar eritmasiga yana 20 gram shakar qo'shib eritildi. Hosil bo'lgan eritmani foizini toping deyapti. Yuqorida bajargan masalalarimizni endi matnli ko'rinishi. Demak, menda 250 gram eritma bo'lgan, uni konsentratsiyasi 10% bo'lgan. Endi shu yerda M1 topadigan bo'lsak, 250 ni ko'paytirar ekanmiz nechaga? 0.1 ga. Shunda 25 gram bo'lar ekan. M1 25. Unga qo'shilyapti 20 gram yana shakar. Demak, bu degani qo'shilayotgan massa bu nimaga to'g'ri keladi? M1 ga bo'ladi. Natijada bizda hosil bo'lgan eritma bor. Demak, yangi eritma deylik mana. Yangi shakar eritmasi, yangi eritma. Endi faqat eritma deganda tuz bilan suv emas, shakar ham bo'lishi mumkin, boshqalar ham bo'lishi mumkin. Xo'p, endi sizlarga savol. Dastlabki eritma 250 edi, uni ustiga 20 gram kelib qo'shildi. Hosil bo'lgan eritma 270 gram bo'ladi. Tushundingizmi? 270 gram. Endi M1 ni hisoblaymiz. M1 dastlabki eritmada M1 25 edi, uni ustiga 20 kelib qo'shildi. Shunda umumiy massa necha gram bo'ldi? 45 gram. M1imiz 45 bo'ldi. Endi biz yangi eritmani foizini topishimiz uchun M1 ni bo'lib yuboramiz nimaga? M3 ga. Ya'ni 45 ni bo'lib yuboraman 270 ga. Endi azizlar, 45 ni biz bo'lsak 270 ga 16 butun davriy 6 ketadi. 16 butun necha bo'lar ekan? 67% bo'lar ekan. Demak, bu yerda to'g'ri javobimiz C javob bo'lar ekan. Tushundingizlarmi? C javob bo'lar ekan. 28.1 da nima deyapti? 700 gram 7% kumush nitrat tuzi eritmasidan 300 gram suvni bug'latib yuborildi. Qaranglar. Demak, idish chizamiz. Bizda eritma berilgan 700 gram necha foizli? 7%.
eritmani tahlil qilib olamizda. Ya'ni M1 topib olamiz. U uchun 700 ni ko'paytiraman 0.07 ga. Chunki 7% urishga o'tkazsam 0.07 bo'ladi-ku. 700 ko'paytirilgan 0.07. Tak, 700 ko'paytirilgan 0.07. 49 gram bo'ladi. Demak, bizda 49 gram tuz bor. Endi 300 gram suv bug'lanib ketibdi mana. Bug'langan suv. Mana strelka qilib qo'yaman va buni massasi necha gram ekan? 300 gram. 300 gram suv bug'landi degani idishdan 300 gram massa kamaydi degani, chiqib ketdi degani. Tushundingizmi? Endi M3 ni topadigan bo'lsak, 700 dan 300 dan ayrsam 400 gram bo'ladi. Yangi hosil bo'lgan eritmamiz necha gram ekan? 400 gram ekan. Lekin uni ichida M1 49 gram bo'ladi. Ya'ni 49 gram tuz bo'ladi. Nima uchun o'zgarish bo'lmadi? Chunki idishdan chiqib ketayotgan narsa suv hisoblanadi. Idishdan tuz chiqib ketyaptimi? Yo'q. Demak, dastavval necha gram tuz bo'lsa, hosil bo'lgan eritmaning ichida ham shuncha tuz bo'ladi. Tushunarli? Endi biz uni massa ulushini topishimiz uchun M1 ni bo'lamiz nimaga? M3 ga. M1 49, uni bo'lamiz 400 ga. Xo'p, ana endi 49 bo'lingan 400 12.25% bo'lar ekan. Demak, bizda to'g'ri javobimiz nima bo'lar ekan? A javob bo'ladi. Tushunarlimi? 28-savolni to'liq tushuntirdim. Gaplarimga e'tibor berasiz. Guruh nazoratchilari, kuratorlaringizdan albatta so'rab borasiz. Xo'p, 54-dars 29-masala. 200 gram shakar eritmasidan 50 gram suv bug'latib yuborilgandan so'ng 25% eritma hosil bo'ldi. Dastlabki eritmani foizini toping deyapti. Dastlabki eritmani foizini toping deyapti. Xo'p, endi demak, bu bizda qanaqa eritma ekan? Dastlabki. Demak, suv bug'latib yuborilgan. Demak, bu degani idishdan suv nima qilgan chiqib ketgan. Necha gram chiqib ketgan? 50 gram chiqib ketgan. Natijada bizda hosil bo'ldi. Ya'ni hosil bo'lgan eritma bor. Endi e'tibor beringlar, dastavval bizda M3 200 gram bo'lgan ekan. 200 gram bo'lgan. Undan 50 ketgandan keyin hosil bo'lgan eritmamiz 150 gram bo'lar ekan. Tushunarli? Demak, dastavval 200 gram eritma bo'lgan, undan 50 gram chiqib ketdi. 50 gram chiqib ketgandan keyin hosil bo'lgan eritmamiz 150 gram bo'lib qoldi. Lekin hosil bo'lgan eritmaning foizini berib qo'yibdi. Necha foizli? 25%. M1 topishimiz uchun 150 ni ko'paytiramiz 0.25 ga. Tushunarli? Demak, 150 ni ko'paytiraman 0.25 ga. Shunda 37.5 gram bo'ladi. Tushunarli? Demak, 150 gram qayerdan kelganini tushundik. 25% masalan shartida berilgan. Demak, hosil bo'lgan eritma gaplarimga e'tibor beringlar. 150 gram 25% bo'lgan. Endi shu yerda M1 topsam 37.5. Endi sizga savol, idishdan nima chiqib ketyapti? Suvmi? Demak, dastavval M1 ham 37.5 gram bo'lgan. 37 butun nima bo'lgan ekan? 5 gram bo'lgan. Tushundingizmi? Dastavval shunaqa bo'lgan. Chunki idishdan suv chiqib ketdimi, tuzni miqdorida o'zgarish bo'lmaydi. Hosil bo'lgan eritmada 37.5 gram tuz bo'lsa, dastavval ham 37.5 gram bo'lgan tuz. Endi uni ulushini topishim uchun 37.5 ni bo'laman nechiga? 200 ga. 200 ga. Bo'lamiz 200 ga. Tak, shunda 18 butun, tak, ozgina hozir. Texnik nosozlik 18 butun necha foiz bo'lgan ekan? 75 foizli bo'lgan ekan. Demak, bizda to'g'ri javobimiz do'st javobi bo'lgan azizlar. Xo'p, ana endi 31-savol tahlili bizga aytayaptiki, 400 gram eritmaga 100 gram suv qo'shildi. Demak, bizda eritma bo'lgan. Plus unga endi suv qo'shilgan. Suv qo'shildi. Suv bug'landi demayapti. Va bizda hosil bo'lgan eritma bor. Endi demak, bu mana dastlabki eritma. Bu esa mana hosil bo'lgan eritma. Tushunarli? Xo'p, dastlabki eritmamizda M3 400 gram bo'lgan. Xo'p, qo'shilgan bizda 100 gram suv. Endi sizga savol, hosil bo'lgan eritma necha gram bo'ladi? 500 gram bo'ladi. Chunki 400 ning ustiga 100 gram suv qo'shilyapti. 500 gram bo'ldi. Qo'shilgandan keyin qaranglar. 400 gram eritmaga, masalan, shartini o'qiyapman. 100 gram suv qo'shilganda 50% eritma hosil bo'ldi. Demak, mana bu eritmamiz necha foizli ekan? 50%. Ya'ni endi bizda 500 gram 50% eritma bor. Uni M1 ni topadigan bo'lsam, 500 ni
ko'paytiraman nechiga? 0,5 ga. Shunda 250 gram nima bo'lgan ekan? Tuz bo'lgan ekan. Tushundingizmi? 250 gram tuz. Endi dastavval qanchadir tuz bo'lgan, uni ustidan 100 gram suv qo'shilgan, yana 250 gram tuz paydo bo'lganda, demak, dastavval ham azizlar M1 250 gram bo'lgan. Ya'ni dastavval 250 gram tuz bo'lgan. Chunki suv qo'shilganda hech qachon tuzni massasida o'zgarish bo'lmaydi. Dastlabki eritmani foizini topishimiz uchun M1 ni M3 ga bo'lamiz. Ya'ni 250 ni bo'laman 400 ga. Xo'p, demak 250 bo'lingan necha ekan? 400. Shunda 62.5% bo'lar ekan. To'g'ri javobimiz bizada bahor javobi bo'ladi. Tushunarlimi? 30-savol tahlili bahor bo'lar ekan. 31-savol tahlili ikkita masalani idishni pastida masala sharti berilgan. Ikkita eritma o'zaro aralashtirilgandan keyin hosil bo'lgan eritmadagi tuzning massasini toping deyapti. Demak, biz ikkalasini aralashtiring deyapti. Natijada qanaqadir eritma hosil bo'ladi va shundagi tuzni massasini top, ya'ni M tuzni topishimiz kerak ekan. Tushundingizmi? Juda ham oddiy. M1 topishim uchun nima qilaman? Birinchi eritmani 250 ko'paytiraman 0,2 ga. Shunda 50 gram bo'ladi. 50 gram tuz bo'ladi. Endi ikkinchi eritmadagi M1 topishim uchun 150 ni ko'paytiraman 0,2 ga. Necha gram bo'ladi? 30 gram tuz bo'ladi. 30 gram tuz bo'ladi. Endi bizada o'zi berilgan 50 gram tuz va qo'shilgan 30 gram tuz. Xo'p, endi biz topishimiz kerak. 50 ga 30 ni qo'shib olsak, necha gram tuz paydo bo'ladi? 80 gram. Demak, hosil bo'lgan eritmamizda ham necha gram tuz bo'lgan? 80 gram. Demak, bu yerda to'g'ri javobimiz nima javob bo'lar ekan? C javob bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'sh, endi 32-savol tahlili ikkita eritma o'zaro aralashtirilgandan keyin hosil bo'lgan eritma tarkibida suvning massasini toping deyilgan. Ikkita eritma tarkibidagi nimani toping? Suvni massasini toping deyilgan. Endi kelinglar, dastlabki eritmada M1 topib olamiz. 250 ni ko'paytiramiz 0,2 ga. Shunda 50 gram tuz bo'ladi. Bu yerda M1 topadigan bo'lsam, 150 ni ko'paytiramiz 0,2 ga. 30 gram tuz bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni endi keling, hosil bo'lgan M3 topamiz. Ya'ni ikkalasini eritmasini qo'shadigan bo'lsak, 250 plus 150 bo'ladi. Shunda hosil bo'lgan eritmamiz 400 gram bo'lgan. Ichida M1 50 plus 30 80 gram bo'ladi. M2 ni topishimiz uchun 400 dan ayiraman nechini? 80 ni. Shunda 320 gram bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob nima bo'lar ekan? C javob bo'lar ekan. 320 gram. Tushunarlimi? Xo'sh, endi e'tibor beramiz. Bizda idishlarning pastiga qaranglar, masala shart berilgan. Ikkita eritma o'zaro aralashtirilgandan keyin hosil bo'lgan eritmaning foizini top deyapti. Endi hosil bo'lgan eritmaning massasi azizlar 250 plus 150. Shunda 400 gram bo'ladimi? Endi kelinglar M1 topamiz. Ya'ni 250 ni ko'paytiraman 0,2 ga. Shunda necha gram bo'lar ekan? 50 gram bo'lar ekan. Endi bu yerda M1 topadigan bo'lsam, 150 ni ko'paytiraman 0,2 ga. 30 gram bo'ladi. Endi ikkalasini qo'shsam, ikkalasidagi M1 lar 50 plus 30 bo'ladi. Ya'ni shunda necha gram bo'lar ekan? 80 gram bo'lar ekan. Topishimiz uchun M1 ni bo'lamiz nimaga? M3 ga. Shunda 80 bo'lingan 400 bo'ladi. Shunda javobimiz 20% degan javobga erishar ekanmiz. Demak, bu yerda to'g'ri javob C javob bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, navbatdagi savol tahliliga o'taman. Xo'p, 35-savol tahlili 25% tuz eritmasiga unga nisbatan 2,5 marta og'irroq bo'lgan 10% eritma qo'shildi. Olingan eritmaning foiz konsentratsiyasini aniqlang deyilyapti. Tasavvur qilinglar, bizda idish bor ekan. Idish bor ekan. Unga eritma qo'shildi. Mana ikkita idish. Va natijada endi masalan 3-idish ham paydo bo'ladi. Xo'p, endi e'tibor beringlar. Demak, bizga 25% eritma. Demak, necha gram bo'lar ekan u? 100 gram. 100 gramni o'zimdan oldim. Farqi yo'q.
Siz masalan 200 gram oling, siz 300 gram oling, umuman farqi yo'q. Shunda 2,5 marta ko'p bo'lgan eritma qo'shildi. Endi 10% eritma. Demak, bizda qo'shilgan eritmamiz 10% ekan, lekin dastlabki eritmamiz 100 edi-ku, shunda 2,5 marta og'ir. Bu degani 100 ni ko'paytiraveraman 2,5 ga. Qo'shilgan eritmamiz 250 gram ekan. Olingan eritmani foizini toping deyapti. Keling, ikkalasini ham M1 topamiz. 100 ni ko'paytiraman 0.25 ga. Shunda 25 gram bo'ladi. Bu yerda M1 topadigan bo'lsam, 250 ni ko'paytiraman 0.1 ga. Shunda 25 gram bo'ladi. Endi kelinglar, dastlabki hosil bo'lgan M3 topishimiz uchun 100 ga qo'shaman 250 ni. Shunda bizda necha bo'ladi? 350 bo'ladi mana. 350 gram bo'ladi. Xo'p, M1 topmoqchi bo'lsak, 25 plus 25. Shunda necha gram bo'lar ekan? 50 gram bo'ladi. Tushunarli? Ulush topishimiz uchun M1 ni bo'lamiz nimaga? M3 ga. M1 50 bo'lingan 350. 14.28%, bu degani 14.3% bo'lar ekan. Tushunarli? Demak 14.3%. So'ri javobimizda A javob bo'lar ekan.